Unga birgina so'z evaziga ozodlik taklif qilishdi. Ammo u rad etdi. Makka. Islomning ilk yillari. Qabilaviy himoyasiz qul Bilol ibn Raboh yagona Allohga iymon keltiradi. Uning xo'jasi yangi dinning eng ashaddiy dushmanlaridan biri edi. Bu tanlovi uchun uni qiynoqlar kutar edi. Uni qizib turgan qumga olib chiqib, ko'kragiga og'ir tosh qo'yishadi. Undan talab qilishadi. Voz kech, qancha xudo bor ayt. Ammo u dindan qaytish o'rniga takrorlayveradi. Yagona, yagona. Kundan kunga qiynoqlar davom etaveradi. Tana holsizlanadi. Ammo qalb mustahkamligicha qoladi. Oxir-oqibat uni Abu Bakr sotib olib ozod qiladi. Vaqt o'tadi. Maydonda kamsitilgan inson balandlikka ko'tariladi. Shahar sukunatga cho'madi. Va aynan uning ovozi ilk bor uylar uzra yangraydi. Allohu akbar. Allohu Sobiq qul yangi ummatning ovoziga aylanadi. Bilol ibn Rabohning hikoyasi shunchaki jasorat haqidagi qissa emas. Bu bir eslatma. Insonni kishanlab qo'yishlari mumkin, ammo agar uning qalbi ozod bo'lsa, uning ovozini butun dunyo eshitadi. Va ehtimol islom tarixidagi eng kuchli sado aynan ana shu og'riq va azoblardan yaralgandir.